Ko'plab marotaba muvaffaqiyatsiz yurishlar qilgan inson g'olib deydi-ku. Aynan o'sha paytida xaloskor sifatida yurtga yetib kelgan. To'g'risi, Nima bo'lsa ham chet elda o'qiyman deganmi? o'ylaganmanki, haqiqiy wunderkidlar bo'ladi. San imkoniyati yo'q. 72 ball olib ham demak ideal gapirmasa ham bo'ladi. Hech kim ideal emas ekan demak. Qo'pol qilib aytganda kalla qo'yganman o'sha essayda. Men sizga savol berdim, lekin savolimga to'g'ri javob ololmadim degan fikrni bildirib o'tgan. Qayerdan qabul xati olsam bo'ladi menga shuncha vaqtni ichida deganmi? U yerda faqat bitta xato qilmaganman. Spring Intega qanaqadir menga katta opportunity bo'lgandek keldi. Urug'am qachonki ko'karadi, u hosildor tuproqqa tushsa, Kanaldagi bir materiallarni ishib ko'rganman. To'g'risi juda ham qiyin. SAT osonroq. Hech qanaqa umuman kutmagan holatda qidirmaganman ham o'zi kursini, qarasam kurs bor ekan. Bu peshanam yarqiragan ekan, degan narsa bo'ldi. Keyin kirdim. Kelib turib sizga shuni shu strukturani qilsang yutasan demaydi. IT dan bo'lsa bitta kvotani minus qilib qo'yinglar dedim. Nega? Shunaqa Adiba degan qiz bor ekan, o'sha pishirga bitta kvotani dedim. 4 ta ovozli xabar jo'natasiz. Xuddi el-yurtda natijasini ochganda ochyapman sizni ovozingizni. Abdurahmon yorvoribsiz degansizda. O'zi Adibada ham, o'zi mana Abdurahmonda ham peshanasiga yozilib bo'lgan. O'zi san el-yurtimida g'olib bo'lasan. Всё. Lekin quvus ichida prep sababchi bo'lib qoladi. Haqiqiy o'zbek o'g'lonlarining sport turi bo'lgan, milliy kurash bilan shug'ullanganman desa ovozim ko'tardi. Bristol universiteti laboratoriyalar dedik. Ilhaga borib laboratoriyadan ko'p chiqqanmisan degan. Hokimiyatning 48 qonunining o'zbek tilida shunaqa kitob bor. O'zi qanaqa kitob ekan, nima haqida dedim. Aytdim, xarizma haqida, insonni xarizmasini shakllantirish haqida dedim. Abdurahmondir. Hali yoshmasmisiz? Dunyoqarash, hali sen bu narsaga yoshsan degan kimdir menga fikr beradigan bo'lsa, unga har doim qarshi chiqaman. Demak, mukammal bo'lish shart emas ekan. Muhimi o'sha o'zingizni boshqalardan unikligingizni isbotlab berishingiz kerak suhbatda. Life rewards actions but not intelligence. Ya'ni siz aqlli bo'lishingiz mumkin. Dunyoda aqlli insonlar juda ko'p. Ammo harakat qiladigan, taslim bo'lmaydigan insonlar ular sanoqli. Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Prepni YouTube kanali kuzatuvchilari. Bugun yangi mana 2026-yilda turibmiz, lekin 2025-yilgi tanlovlarni sarhisob qilyapmiz va 2025-yilgi ikkinchi tanloviga oid bitta podkastni o'zi olib bo'ldik va ko'pchilik tomosha ham qilgan bo'lsa kerak yoki to'g'ridan-to'g'ri birinchi kunni tomosha qilib, balki keyin uni tomosha qilarsiz. Undan avvalgi sonimizda biz bakalavr bo'yicha va magistr biznesga va iqtisodiyotga topshirgan o'quvchilarimiz va g'olib bo'lgan o'quvchilarimiz bilan gaplashdik va bugun esa endi sal boshqacharoq, ya'ni IT sohasidan g'olib bo'lgan o'quvchilarimiz va yana o'sha biznes bo'yicha g'olib bo'lgan o'quvchilarimiz bilan gaplashamiz. Yana qaytarib o'taman o'sha eski gapimizni, ya'ni bu podkastdagi gaplar bu yerda yozilgan gaplar bo'lmasligi mumkin. Ya'ni bu shaxsiy tajriba, chunki ushbu o'quvchilarimiz ham el-yurt umidiga shu g'olib sifatida olinish uchun kamida 5-6 oy mehnat qilishgan. Ular boshlaridan ko'p narsani o'tkazishgan, juda ko'plab mavzularni bilishadi, o'zlarining fikrlarini bildirisha oladi va shu sababdan ham o'z el-yurtda g'olib bo'lishgan. Shular bo'yicha ozgina gaplashib o'tamiz va qadam-qadam deylik biz ozgina nima deydi? Mana qilib bermoqchimiz. Ya'ni ko'rsatmalar bermoqchimiz kelajakda topshiruvchilar uchun 2026-2027-yilda. O'ylaymanki ushbu podkastimiz siz uchun juda ham manfaatli bo'ladi. Assalomu alaykum avvalambor sizga Abdurahmon. Bugun ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bizani kuzatib turgan bo'lishlaringizga o'zingizni tanishtirib olasizmi? Avvalambor assalomu alaykum. Rahmat taklif uchun. Xo'p, endi o'zimni tanishtiradigan bo'lsam, men ismim Abdurahmon Qo'chqorov. El-yurt umid jamg'armasining 2025-yil ikkinchi tanlovining xudo xolasa g'olib bo'lishiga juda ham yaqin turibmiz. Va mana tanlagan universitetim UK da joylashgan bo'lib, bu universitet Birmingham va meni soham biznes. Va suhbat bosqichidan ta'kidlab o'tishim kerak. 72 ballni qo'lga kiritganman. El-yurt umid jamg'armasi 72 ball. Albatta. Wow. Moshni. Juda zo'r. Okey, juda yaxshi. Adiba, sizga yuzlanamiz endi. Siz mana sun'iy intellekt tanlabsiz. Mayli. Undan avvalambor o'zingizni tanishtiring, keyin sohangiz haqida gaplashamiz. Ismim Isabekova Adiba. Jizzax viloyati Paxtakor tumanidaman. Yoshim 18da. Hozir Westminster International University'da foundation kursini o'qimoqchiman va kelayotgan springda xudo xolasa Bristol universitetida o'qishlarimni davom ettiraman. El-yurt umidiga Bristol bilan topshirdingiz demak. Top 50 talik universitetda. Malatsi, juda ham zo'r. Endi savol menga, nimaga aynan computer science? Nimaga aynan shu sohani tanladingiz? Nimaga hammaga o'xshab biznes, iqtisodiyot yoki shunga o'xshash sohalar emas, aynan IT? O'zi men ham qolganlarga o'xshab biznesga qiziqaman. Boshdan biznesni o'qiganman, keyin o'ylab qaraganman. Eng yaxshi investitsiya hozirgi mana shu startaplar ham ko'proq texnologiya, AI, sun'iy intellekt haqida bo'layotgani uchun o'ylab qolganman, balki o'rganishim kerakdir. Chunki Elon Muskning
biografiyasida o'qisak ham aytishadi, agar sen tomni o'zing borib ustiga chiqib qilib ko'rmagan bo'lsang, qanaqa tom sotmoqchisan yoki tom ustida ishlamoqchisan degan. Keyin o'ylaganman, balki sun'iy intellekt bo'yicha startaplar qilsam, sun'iy intellektni o'rganganim yaxshiroq bo'lardi dedim. Keyin qiziqib shu coding language'larni o'rganganman. O'zi ikkita anaqa qabul xatim bo'lgan bo'lsa, bittasi biznesdan, bittasi software engineeringdan bo'lgan. Keyin qo'rqaman, qaysi biriga topshirsam ekan deganman. Keyin boshqalar aytgan, o'sha sun'iy intellektni ko'ptasiga topshirib qo'y ko'proq degan. Keyin o'sha topshirganman. Lekin anaqa o'sha aynan EUF uchun o'rganganimda sun'iy intellekt haqida bilganmanki, bu to'g'ri qaror qilganligimni, keyin sun'iy intellekt hali kelajakligini va O'zbekistonga ham juda ham kerakli sohalardan biri bo'lganligini o'rganganman. Chunki 2030-yil strategiyasiga qaragan bo'lsak ham 60 mingdan ortiqroq vakansiyalar bor, ya'ni ish o'rinlari bor va bularni muhandislar yetarli emas O'zbekistonda va bular juda ham kerakli fanlar bo'lgani uchun mana shu fanni tanlaganman. Adiba, qiz bolaga bu kompyuterda o'tirib ishlash, endi o'zbek mentalitetimizni bilasiz, hal voy kompyuter ham ish qiladimi deydi ko'pchilik. Nima deysiz, qiz bolaga mosmi endi bu ish? Nimaga mos emas? Chunki har doim ham kimdir nimadirni boshlab berish kerak. O'zim ham qo'rqaman shu anaqalardan topshirganimda birinchi sun'iy intellektga EUF bo'yicha topshiryapman. Xo'p, aytgan keyin bitta ayol kishini sanab ber, qanaqadir mana shu sun'iy intellekt bo'yicha hech bo'lmasa yoki computer science bo'yicha zo'r biladigan odamni, O'zbekiston bo'yicha mashhur odamni degan. Keyin o'ylab qaraganman, internetlarni ham izlab ko'rganman, hech kim chiqmagan. Okey, men birinchisi bo'laman o'shanisi. Juda ham zo'r, malatsi. Abdurahmon, siz nima biznes tanladingiz? To'g'risini Soqqa qilish. Qisman. Xo'p, to'g'risini aytadigan bo'lsam, endi bu backgroundga borib taqaladi. Oilaviy background. Otam ham, onam ham o'zi O'zbekistonda to'qimachilik institutini iqtisodiyot fakultetini bitirishgan. Bundoq olib qarasam, otam ham, onam ham tadbirkor bo'lishgan, o'zigini bizneslariga insonlar bo'lishgan. Aynan o'sha sababli endi nima deymiz, bu akam ham xuddi shu sohadan ketganligi sababli bu endi nima deymiz, taqdirda yozilgan narsa desam bo'ladi va o'zimda ham bu narsaga yoshligimda o'sha sohada yurganman. Onamga yordam berib, otamga yordam berib, qayerda pul aylanishi bor, iqtisodiyot qanaqa ishlashini o'rganganman. O'shandan keyin haqiqatan o'zimning qalbimda bu narsaga bo'lgan muhabbat uyg'ongan yoshlikdan. Juda yaxshi. O'zi Abdurahmon chet elda bir kun kelib o'qiyman deb o'ylaganmisiz o'zi? To'g'risini aytadigan bo'lsam, bir orzu bo'lgan. To'g'risi, yoshligimda o'zim maqsad qilib qo'yganman. O'sha chetda o'qiyman, Amerikada o'qiyman, Angliyada o'qiyman, butun dunyo kezaman degan o'zim maqsadim bo'lgan. Lekin shu narsani aytishim kerakki, 2 yil davomida gap year olganman. 2 yil gap year olganman. Bu meni sirimsan bo'ladi. 2 yil davomida gap year olganman va bu 2 yil davomidagi gap yearim davomida vaqt o'tgani sari tushunib yetganmanki, oxiri o'zimga bo'lgan ishonch sekin pasayishga boshlagan. To'xta, sani qo'lingdan kelmasa-chi? O'zbekistonda o'qir, O'zbekistonda o'zi hozir o'qiyman. Chunki O'zbekistonda qolib ketaverishingchi, nima qiladi? O'zbekistonda ham yaxshi bo'ladi degan asosiy o'zimga bo'lgan ishonch sekin o'layotgan paytda edi. Va aynan o'sha paytida, xaloskor sifatida Elurtga yetib kelgan. To'g'risi, Elurtda umuman topshirish niyatim bo'lmagan Elurtga, chunki o'ylaganmanki, haqiqiy wunderkindlar bo'ladi, san imkoniyating yo'q. Aynan o'zimga ishonchim pastga tushayotgan paytida tushunganmanki, sanda hech qanaqa imkoniyat yo'q degan narsalar bo'lgan. To'xta, hech bo'lmasa harakat qilib ko'r degan narsa bilan eng oxirgi 5 kun vaqt qolgan paytda topshirganman anaqaga. Elurtga topshirganman. Eng qizig'i yana undan qiziq joyi, IELTS'im yo'q edi. IELTS'im expired bo'lgan edi. Umid deb o'ylaganmanki, oxirgi 2 kun, 3 kun qolgan paytida IELTS topshirib chiqib, eng oxirgi kunida essay yozib jo'natganman, to'g'risi. Juda ham bu haqiqiy omad desa bo'ladi, razgari mana. Malatsi, juda ham yaxshi. Adiba, siz chet elda o'qiyman deb o'ylagansiz, ota-onangiz nima deydi bunga? Chet elda o'qiyman desiz, mana birinchi eslab bera olasizmi? Men uydagilaringizga mana chet elda o'qiyman deganingizda nima shunaqa berishdi ularda? Emotsiya qanaqa bo'ldi? O'zi chet elga o'qiyman deb men ham unaqa ko'p o'ylamasdim. Uzoq borsa anaqa shu o'zimizni state universitetlardan kira olsam, bu meni baxtim bo'ladi deb o'ylardim. Keyin IELTS'ni o'rganishni boshlaganimda o'sha boshqa qizlar boshlagan, men mana shu mamlakatga ketmoqchiman, bu mamlakatga ketmoqchiman degan. Keyin o'ylaganman, bu qilsa bo'ladigan narsa ekan deganman. Keyin ko'rganman, o'zbekistonlik kinolar bo'lardi, anaqa dokumentariyalar. Juda ham katta motivatsiya bo'lgan. Keyin o'shani boshlaganman 8-sinfda. Xo'p, men O'zbekistonda o'qimayman, yig'ishtiraman bu anaqa orzularni. Nima bo'lsa ham chet elda o'qiyman deganman. Keyin o'zi bir marta argument bo'lib qolgan uydagilar bilan, o'shanda aytganman, bu yerda o'qimoqchi bo'lsang, namcha ko'p o'qiyapsan, anaqa nima edi, ko'p vaqtingni o'qishga ketkazyapsan, boshqalarni ham o'rtoqlaring bilan ham
vaqt sarflamayapsan uyga ham anaqa deb shunaqa argument Oo. o'rtasida bo'lib qolganmiz. Keyin men aytganman, men xohlamayman men boshqalarga o'xshashni, anaqa bu yerda qolib ketishni xohlamayman. Men chet elda ko'rib, dunyoni bilimni olmoqchiman, shu Amerikaga ketaman derdim-da. Keyin o'shanda birinchi oylar shokda bo'lgan. Tushunmagan, Amerika qanaqa Amerika? Keyin dadamga aytganman, dadamlar xo'p degan, juda sovuq bo'lgan, chunki men qila oladigan narsa deb o'ylamaganda. Keyin xo'p, mayli harakatingni qilchi, IELTS'ni olchi birinchi degan. Keyin IELTS'ni olib bo'lganmiz, anaqa shu kompetitsiyalarda qatnashganmiz, pullar yutib kelganmiz uyga. O'shandan keyin bilgan, mayli qila olsa kerak deb o'ylashgan. Oo, pullar yutib keldi. Qarang. Malakasi juda ham zo'r. Endi Atiba qarang, ITdan yutish oson emas. Men bu narsani mana ekran qarshisiga ham ayta olaman, chunki har bitta sun'iy intellekt ITdan kirgan o'quvchilarga avvalgi backgroundlaringiz qanaqa bo'lgan, qaysi dasturlash tillarini bilasiz, front end, back end, full stack developer hammasini so'rashadi. Nima, qaysi qadar startapcha qilib ko'rganmisiz, hech bo'lmasa bir anaqa loyihangiz bormi degan savolni berib ko'rishadi. Sizga ham shu savolni berishdimi? O'zi o'sha naqa sizda bormidi o'zi? O'zi EUF boshlanganida men tanlaganman, mana shu sun'iy intellekt bo'yicha topshirar ekanman deb aytganimdan keyin unaqa ko'p loyihalarim yo'q edi. Lekin o'sha vaqtning o'zida ham ko'proq speed over efficiency qildimdan ko'proq o'rganishga harakat qildim. Mayli chala chulpa bo'lsa ham, nimadir bo'lsa ham o'rgansam bo'ldi deb juda ham ko'p o'rganishga harakat qilganman. Keyin bitta anaqa bilganman, vibe coding hozir juda ham trendda ekan. Keyin vibe coding bilan anaqa shu to'llari bor edi. Misol uchun Cloud, Lovable bular bilan kod yozsa bo'ladi, o'zingiz yozmasdan, lekin bugging bo'lsa buni to'g'rilash mumkin. Keyin ularga ham aytganman, unaqa coding skillarim juda ham yaxshi emas. So'rashgan bu savolni. Skillarim hali yaxshi emas. Lekin men shu Lovable tool bilan bitta platforma yaratganman, Clubly. Bu men shu o'zimiz hozir Westminsterda o'qiyotgan bo'lsam, o'sha anaqaga klublarda hali bizga registratsiya qila olmaymiz aniq bir joyda yoki aniq bir deytlarni ola olmaymiz. Keyin aytganman, men mana shunda qildim degan. Keyin yoqgan ularga, chunki bu aniq bitta muammo bor edi, muammo ko'rsatib berganman. Chunki anaqa hamma klublarni biz bilmaymiz, qayerdan registratsiya qilishni bilmaymiz. Keyin bo'lib ketsa ham, misol uchun boshqalarga aytsak ham, biz mana shu klubni a'zosimiz desak ham, buni hech kim anaqa approve qilib bera olmaydi. Bitta aniq so'rs yo'q edi. Keyin men o'shan bilganmandagi mana shu Lovable'da create qilganman, hammasini tushuntirib berganimdan keyin yaxshi deyishganda, ularga ham yoqishgan. Juda ham yaxshi. Tomoshabinlardan bitta narsaga e'tibor berishlarini so'ragan bo'lardim. Agar e'tibor berayotgan bo'lsalar, ikkalalarida ham, ya'ni Ajibada ham, Abdurahmonda ham xarizma sifati kuchli. Undan avvalgi podkastlarimizdagilarda ham kuchli edi. Bularda ham e'tibor beringlar. O'z fikrlarini yetkazib bera olishi va o'zlarini tutishida xarizma tomonlama ancha yaxshi nutqlar borligi. Shularga ham e'tibor berishingizni so'rayman, chunki Ellerto Mediada bu juda katta qadrlanadi. Xo'p, Abdurahmon, endi sizga yaxshi bir qiziq savol, esse masalasi haqida beraylik. Esse sizningcha qanchalik rol o'ynadi sizni g'olib bo'lishingizda va boshqalarga o'zi qanaqa rol o'ynaydi va o'zingiz esselaringizni bir ikkita misollar bilan keltirib aytib bersangiz? Xo'p, essay mavzuga keladigan bo'lsak, bir muammoliroq joyi bo'lgan o'zimda, shaxsan o'zim bir qo'pol qilib aytganda kalla qo'yganman o'sha essayda qisman aytganda. Nega bo'lgan? Chunki boya aytganimdek, oxirgi daqiqalarda topshirganman. Shu sababli essayga unchalik e'tibor qaratmaganman. Va ko'pchilik aytganki, bu shunchaki bu essay o'zi nimaga? Asosiy maqsad shunchaki rasmiyatchilik. Shunchaki yozib bersang bo'ldi degan fikrlar bo'lgan insonlarda. Shu sababli o'ylaganmanki, bo'ldi tezroq yozishim kerak, nima bo'lsa ham essay bo'lishi kerak degan fikr bo'lgan va aynan o'sha sababli tez yozganman. Shunchaki tarjimai hol sifatida yozganman. O'zim ismim, o'sha erishgan yutuqlarim, maqsadlarim, lekin ular aynan so'ragan savollarga to'g'ri javob bera olganman. Shunaqa bo'lgan va degan joyi bo'ldi va essayimda bitta maqsadim bor edi. O'sha maqsadim bo'yicha savol berishgan, sal chalaroq, nima deydi, wag deydi inglizchasiga, ya'ni sal chalaroq bo'lib qolgan o'sha bergan ma'lumotim. Va men suhbatimda uni juda ham yuqori sifatida aytib berganman, chunki vaqt o'tgan suhbatgacha. Chunki aniqroq qilganman maqsadimni. Keyin bu boshqa maqsadim haqida gapirgandek bo'lib qolganman ularga. Aynan o'sha sababli ular aytganki, men sizga bergan savolimdan to'g'ri javob ola olmadim degan fikrni ham berishgan menga. Hay'at a'zolari xuddi shu kritika qildi deymizmi? Kritika qilganda, men sizga savol berdim, lekin savolimga to'g'ri javob ola olmadim degan fikrni bildirib o'tganlar. Qanaqa chiqib ketdingiz bu vaziyatdan? To'g'risini aytadigan bo'lsam, bu vaziyatdan keyin orada savol berishdi. O'sha men u yerda aytgan o'z asosiy maqsadim aytgan edimki, O'zbekistonda suv tanqisligi juda ham yuqori bo'ladi. Endi ko'ramiz 2050-yilga borgungacha bu ancha o'sadi yana.
muammo o'rta, chunki O'zbekiston bilamiz, Markaziy Osiyoning eng markaziy qismida joylashgan. To'g'ri. Suvga juda ham uzoq. Shu sababli meni fikrim shu ediki, biz suvga ko'p e'tibor qaratmaylik. Qishloq xo'jaligi O'zbekiston bilamiz, agrar iqtisodiyotda bor. Bu adashmasam GDPni 35%ga yaqinrog'ini tashkil qiladi. Endi buni keling suvga ishlatadigan suvimizni iloji boricha sanoatga ishlataylik, sanoatni rivojlantiraylik degan maqsadda aytib o'tgan ularga. Va shu bo'yicha o'zimni startaplarim bordi, bularga tushuntirib berganman. Va lekin ular aytishganki, to'xta, o'zi sanoatga ham o'zi qishloq xo'jaligidan ko'ra ko'proq suv ketadi-yu degan ma'noda gap gapirishgan. Qishloq xo'jaligi to'xta, qishloq xo'jaligi ham suv ketadi to'g'ri. Lekin sanoatga undan ham ko'proq suv ketadi-yu degan ma'noda aytishgan. Endi buni muloyimlik to'g'risini aytaman, u yerda sizni xatoyingizni aytishdan uni qabul qilish ham muhim rol ekan suhbatda. Chunki u yerda o'tiradigan insonlar psixologlar ham bor, psixologlar ham bor. Va o'sha joydagi sizni o'sha savolga o'zingizni xatoligingizdagi munosabatingizni ko'rishadi. O'sha joyda munosabati muloyim bo'lgan, bilmagan ekanman degan ma'nodagi o'zimni munosabatim ko'ldirganman. Xudo xolasa bu narsani u yoqqa borib kelgandan keyin, Angliyada o'qib kelganimdan keyin albatta iloji boricha yaxshiroq qilishga harakat qilaman deb javob berganman. Men o'ylaymanki, yaxshi qabul qilishgan bu xatoyim ham. Demak, qaranglar, 72 ball olib ham demak ideal gapirmasa ham bo'ladi. Lekin hech kim ideal emas ekan demak. Xatosini qabul qila olish ham. Shu narsani ta'kidlab o'tishim joizki, u yerda faqat bitta xato qilmaganman. 72 ball olganman, to'g'ri, va u yerda ikkita ham xato qilganman. Bu yerda to'g'ri, bu hozirgi aytgan xatoim o'ta darajada katta xato bo'lmagan, sal misconception deydi, sal burilish bo'lgan. Lekin o'zim bitta savol so'rashgan, ya'ni Renessans qaysi tildan olingan degan savol so'rashgan. Renessans so'zi qaysi tildan olingan? O'zi Renessans nima haqida ham savol berishgan. Oxirida to'xtayinchi qani, Renessans o'zi qaysi tildan olingan ekan degan ma'nodagi savolni berishgan. To'g'risini aytaman, o'sha paytda bilmasdim. O'zbekcha demagan bo'lsangiz bo'ldi. O'zbekcha demaganman va shuni aytganimdan keyin sal ensa qotirganda aytishganki, bilmasam fransuz tilida olingan deb sal qo'polroq muomalada bo'lgan. Lekin o'ylaymanki, o'sha joyda ham boya aytgandek ular aytgandan keyin muloyimlik bilan kechirasiz, bilmas ekanman. Ham hech kim mukammal emas. Xudo xolasa buni chiqishim bilan albatta ko'rib qo'yaman. Bu muhim rol o'ynaydigan savol deganman. Ha, bo'ldi, menimcha o'shanda ham ijobiy olishgan deb o'ylayman. Malasa. Demak, sizga ham tarix, adabiyot, ma'naviyat, ma'rifatdan savollar bo'ldi. Juda ham zo'r. E'tiborga olib qo'yinglar buni tomoshabinlar, чтобы o'zingiz ertaga topshirayotganda shu masalalar qor qilinmasligi uchun. Okay? Xo'p, Adiba, birinchi bosqich qanaqa hujjatlar yukladingiz va siz tomosha qilib turganlarga nima maslahatlar bera olasiz? Bu top maslahatlaringiz o'zi ayting, hujjat topshirishda menga e'tibor beringlar, bunga qaranglar, bunaqa narsa kerak bo'ladi deb turib bir og'iz aytib bera olasizmi? Birinchi maslahatim hech narsani deadline'ga yaqin qilib taqib qo'ymaslik kerak. Abdurahmonga o'xshab. Ha, shunaqa. Ularniki ham IELTS o'zi expert bo'lgan ekan, meniki ham shunaqa edi. Lekin men oldinroq topshirib qo'yganman, faqat olmagandim anaqa sertifikatini. Ikkalasi ham 7 edi. Depressiyada anaqa qilib nima keragi bor deb olmaganman, lekin kerak bo'lib qoldi baribir. Boshlanganda men bilmaganman, o'sha kimdir anaqasini shaxsiy Telegram kanaliga tashladi, o'rtoqlarimdan biri. Keyin ko'rsam, bor ekan shunaqa narsa. Keyin aytganman, men bilmabman, qayerdan anaqa qilsam bo'ladi. O'sha vaqt qabul xatim ham yo'q edi. IELTS expired edi. O'xshamasa kerak deb o'sha bir kuncha anaqa azat tutib yurganman. Keyin boshlaganman, unaqa qilmaylik, Atiba to'xta, nima qilsak bo'ladi hozir, eng kichkina narsa dedim. Keyin ketganlardan o'rgandim, kimlar ketgan ekan deganman, so'raganman. Men bilmagandim shu spring intake borligini, qanaqa qilib kelsam bo'ladi, hozir qabul xatim ham yo'q. Qayerdan shu bir hafta ichida menga qabul xat olsam bo'ladi deb so'raganman ulardan. Ular aytgan, to'g'risini aytsam bilmayman, bir hafta ichida qayerdan qabul xat olishingni. Lekin o'zing anaqa qilma, cheklaydigan narsang o'zingsan, unaqa qilmagin deganda, keyin ochganman, okey, to'xtamaymiz. Telegramda hamma admission gruppalarini ochganman, yozganman. Men bilmagan ekanman, EOFda spring intake bor ekan, lekin men qatnashmoqchiman. Qayerdan qabul xati olsam bo'ladi, menga shuncha vaqtni ichida deganman. Keyin kimdirlar aytib qolishgan, Kaplan Passpay bor degan. Keyin uni bilmaganman. Men boshida skam deb o'ylaganman-da. Unaqa qilib pulimizni olib qo'ysachi, boshqa qilsachi deganman. Keyin bilsam, ular pul ham olmas ekan, hech bola qilmas ekan. Bitta xat oldim Birmingham universitetidan. U biznes edi. Keyin lekin o'sha vaqtlari admission o'qib yurardim, Blashani kurslarida. Keyin bitta gruppadoshim University of Sydneyga kirganda, 18 shu top 18 universitetdan unga havas qilib, kira olmasam ham kerak deb shunchaki topshirib qo'ygandim oldinroq. Keyin olmadim kelib, anaqa o'sha topshirish vaqti, hujjat vaqti javob chiqib qolgan, bir haftadan kamroq vaqtda.
keyin ikkita уже qabul xatim bordi, bu o'xshadi. Keyin okey, endi IELTSni nima qilamiz? Unga ham hozir TRFni to'ldirsam qancha vaqt ketadi bilmaganman. Keyin birinchi konsulga yozganman, yana yozganimdan keyin ular emailni ham olmagan ekan, bilmagan ekanman. Keyin telefon qilib so'rasam, nimaga hali menga javob yozmayapsiz desam, biz hali emailni olmaganmiz degan. Keyin o'zi shanba kuni edi, dushanba kuni deadline edi. Keyin men aytganman, iltimos qilib bering, tushuntirganman hammasini. Keyin ularning ham insoniylik tuyg'ulari anaqa jo'shib ketganmi. Menga aytishdi, okey, qilib berishimiz mumkin degan. Keyin dushanba kuni keling ertalab degan. Keyin ertalab borganman. Yopiladigan kuni. Qabul xati ham bo'lgan, u ham olganman. Keyin oxirida bitta ariza qolgan, faqat arizani ham o'sha joyda juda ham ehtiyot bo'lish kerak ekan. Anaqa signature qilinmagandi hali. Keyin signature qilib, ularni ham to'ldirib o'zim rosa ham tushkunlikka tushib o'tirgandim. Men ham bularga o'xshab keta olmasam kerak, O'zbekistonda qolib ketsam kerak. Umuman o'rgana olmasam kerak shu anaqa top bilimlarni deb men ham depressiyada yurgan vaqtim EU Spring Intake'ga qanaqadir menga katta opportunity bo'lgandek keldi. Shuning uchun maslahatim to'xtab qolmaslik, keyin deadline'ga taqab qolmaslik va aytgan bo'lardim, urug'am qachonki ko'karadi, u hosildor tuproqqa tushsa, shuning uchun agar oddiy qilib aytganda tayyorgarlik bilan omad bir joyga kelsa, o'shanda success bo'ladi. Shuning uchun taqab o'tirmasdan tayyorlanib, oldindan rejalashtirib hamma narsani qilgan ma'qul deb o'ylayman. To'g'ri, молодцы, juda ham zo'r. Juda ham yaxshi. Ariza to'ldirishda ham ko'pchilikda muammolar bo'ldi. Mana shu paytda bitta narsani aytib ketay. Bizning magistraturaga topshiruvchilar ham kuzatishi mumkin. Shuning orasida bitta qo'shimcha qilib o'tmoqchiman. Magistraturaga hujjat yuklayotgan paytda universitetni bitirganlik haqida diplom yuklashingizni so'rashadi. O'sha diplom yuklayotganingizda iltimos qilib so'rayman, quruq diplomni o'zini emas, ichiga ilovani merge qilib, ya'ni tikib demaydi, endi birlashtirib faylga yuklang, diplom plus ilova, okey? Chunki o'tgan tanlovda juda ko'pchilik odam yiqilib ketib qoldi, o'zi ham bilmagan holatda. Rad javobini qabul qilishda birinchi bosqichdan ham o'tisha olmadi. Juda easy bosqich, lekin o'tisha olmadi. Nimaga? Chunki ularda ilova yo'q edi. Agar 4-kurs o'qiyotgan bo'lsangiz, o'sha universitetingizdan transkript olib kelib yuklashingiz kerak bo'ladi. Agar bitirgan bo'lsangiz, ilovani unutmang. Yo'qsa rad etilib ketasiz. Okay? Ariza to'ldirayotganda ham shunaqa ruchkada kerak bo'lsa qo'llarni, sanalarni yozib, hamma narsani to'liq qiling, bo'lmasa hech narsasiz qolib ketsa juda xafali vaziyat bo'ladi-da. Chunki juda easy bosqich. Juda easy bosqichdan yiqilsangiz ham alam qiladi. Test mayli, suhbat mayli. Suhbatdan yiqilsak-ku mayli. Test ham easy biroq bosqich, no suhbatdan yiqilish alamli. Birinchi bosqichdan uyatli bo'ladi-da. Ya'ni o'zingiz qilib qo'ygan kamchiliklaringiz oqibatida yiqilib qo'yasiz birinchi bosqichdan ko'pincha. Shuning uchun shu joylarga e'tibor berishingizni so'rab qolgan bo'lar edim. Xo'p, sizlarda ham adashmasam 1300 dan SAT bor. Albatta. Sizlar testga kirmadinglar? O'ylaymanki, to'g'risi test ko'rib chiqqanman, bir ko'riycha qanaqa bo'lar ekan o'zi el yurt ikkinchi bosqichi, agar qanaqa bo'lishini bitta ko'riycha o'zi deb o'sha kanaldagi bir materiallarni ishlab ko'rganman. To'g'risi juda ham qiyin ekan. To'g'risi qiyin. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, SAT osonroq. Nega? Menimcha endi bu IQ testlariga ko'p tayyorlanmaganim sababli bo'lishi mumkin. Chunki SAT ga ko'p tayyorlanganman. Matematikasi, ingliz tili, IELTS bor, bundoq qarash 3-4 yil vaqt ketgan IELTS oladigan bo'lsak, lekin baribir IQ ga bir sizda bo'ladi bir 2 hafta, 3 hafta bo'lishi yoki uzoq borsa bir 2 oy bo'lishi mumkin. Baribir qiyinroq bo'ladi deb o'ylayman. Shuning uchun SAT olgan osonroq. SAT olgan oson, lekin yana bitta narsani qo'shib ketmoqchiman. Testdan ham qo'rqish kerak emas. Chunki SATni necha sizda? 1520. 1520 ni olish uchun necha oy o'qigansiz? Yoki yil? Break olib, 1460 dan keyin 5 oy break olib, undan keyin 1 oy tayyorlanib 1520. Общий qancha ketadi shunda? Yaxshigina 6 oydan ko'proq. Mayli 1 yil, 1500 olish uchun 1 yil ketadi. Lekin IQ testdan 100 ball olish uchun 1 yil talab etilmaydi. 2 oy talab etilishi mumkin. Shuning uchun unaqa auditoriyani qo'rqitib yubormaylar. U SAT'im yo'q ekan bo'ldi. Amin turib topshirmayman ketmasin. Bo'lganim, agar vaqti bo'ladigan o'quvchi bo'ladigan bo'lsa, SATni olgan ma'qulda. SATni men aytmoqchi bo'lganim ustunroq tomoni, men o'ylaymanki, hech bo'lmasa el yurt o'xshamasdan qolganda ham inson o'ziga ham imkoniyat beradi SAT. Da, akademik kuchliroq ko'rsatadi. Akademik jihatdan kuchli. Haqiqatan o'zi ham ingliz tili haqiqiy top institutlarda bo'ladigan ingliz tilini tayyorgarlikda SAT shunga ularga ustunlik berishi mumkin deb o'ylayman. Juda ham yaxshi. Endi savol,
Prep haqida gaplashamiz endi. Qiziq joylardan biri. Xo'p, Abdurahmon, qanaqa kelib qoldingiz o'z prepga? Kim sizni tavsiya qildi? Nima qildi? Shular haqida bir bering-chi. O'zi nima bera oldi? Sizga bera oldimi, bera olmadimi? Ochig'ini ayting. Bizga anaqamiz yo'q. Buni ko'rib turganlar ochiq bilsin, chunki bu yerda yashirayotgan narsamiz yo'q. Nimaki bo'lsa boricha gapirib tajamiz o'zi ham. O'shanga aytaman. To'g'risini aytsam, prepni topishim, ya'ni prep kursini topishim bir ajoyib bo'lgan. Chunki to'g'risi o'ylaganmanki, hali boya aytganimdek yutaman deb ham o'ylamaganman. Shunchaki imkon bo'ldi, el-yurt topshirib ko'rdim. Yani topshirib ko'rdim va ko'rdimki, suhbatga tayyorlaydigan kurslar bor ekan. Men o'ylaganim unaqa kurs yo'q. Nimaga o'zi haqiqatan ham suhbatga tayyorlanish uchun bitta kurs olish kerakmi degan fikr bo'lgan, o'zim mentalitet bo'lgan. Nima qilaman suhbatga olib degan. Lekin o'y ko'rdim va eng qizig'i prepni topganim mana bunaqa bo'lgan. Bir kuni o'tiribman, EUF communitylarni ko'rib o'tiribman, EUF yozganman, Telegramdan qaradim, hech qanaqa kanal yo'q. To'g'rirog'i qayerda bo'lib qoldi. Telegramni qaradim, qidirib ko'rdim va juda ham ko'p kanallar bor ekan. Ko'rdim, hammaga yozib ko'rdim, misol uchun qaranglar, menda shunaqa bo'pti, shunaqa vaziyatim bor, juda ham kam vaqt qolgan, esiga qanaqa yozish kerak yozsam, qarasam bittasida EUF communityni ko'rib qoldim. Qarasam bu sizni o'sha kanallar gruppasi ekan. Kirdim, g'oyibdan bo'lgan narsa, endi Alloh o'sha nasib qilgan ekan. To'g'ridan hech qanaqa umuman kutmagan holatda qidirmaganman ham o'zi kursini, qarasam kurs bor ekan. Ya dedim, bu peshonam yarqiragan ekan degan narsa bo'ldi-da, keyin kirdim. Juda ham topish shunaqa bo'lgan. Boyagi prepni kursini topish juda ham bo'lgan. Xo'p, endi uni foydasiga keladigan bo'lsak, to'g'risini aytaman, o'zimga to'g'risini aytaman, nutq bo'yicha muammo bo'lmagan. Muammo bo'lmagan. O'sha ko'pincha mana o'zim dars o'tganman, chunki boyagi ko'rinib turibdi o'zi gapirishingizda. Gap bera olganman deb aytdim. 2 yil davomida ingliz tilidan dars o'tganman. IELTS gruppada. Ana o'shandan keyin men o'yladim, bemalol yoraveraman ham. Suhbatini ham yoraveraman dedim. Keyinchalik ko'rdimki, o'zi siz bilan mo'klab ko'rdim, boshqalar bilan bilmaydigan narsam juda ham ko'p ekan. Aynan prep kelib turib sizga shu strukturani qilsang yutasan demaydi. Shunchaki ular ko'p practice bo'lgan. Ular aytadiki, bu yo'lga kirma yaxshisi. Undan ko'ra mana bu yo'ldan keta qol. Mana bu savolga bu yo'ldan ketma. Buni yo'q, juda ham zo'r senga. Juda ham. Esingizda bo'lsa bitta ikkita savollarni ham o'zingizga aytganman. Shu savolga qanaqa javob bersam bo'ladi? Desam, juda ham to'g'ri yo'l ko'rsatgansiz. Men juda ham xursand bo'lganman. Tushunganmanki, juda ham qiymati baland bo'lgan kurs menga juda ham katta foydasi teggan. Buni o'sha baldan ham ko'rsangiz bo'ladi. Xudoga shukr. Kichkina balamiz, конечно. To'puntalikda. Shunaqa. Молодцы. Adiba, sizda qanaqa bo'ldi? Qayerdan kelib qoldingiz? To'g'risini aytsam, eslolmayman qanaqa kelgan. Lekin bilaman, bunaqa mo'jiza bilan kelmagan, chunki men ham juda ham ko'p qidirganman, qayerdan qilsam ekan deb. Chunki shu vaqtgacha nimadir qilmoqchi bo'lsam, speed or efficiency qanaqa qilib tezroq yetib olish. Misol uchun birovlar aytadi, bir marta anaqaga topshirishga, eksperimentga topshirishga, men o'sha vaqtda o'zi juda ham anaqa dan viz bo'lib qoladim, fed-up viz bo'lib ketdim, anaqa admission bilan, anaqa hujjatbozlik, hammasi bilan essaylar yozishni shu tanlovdan ketsam bo'ldi deb o'tirgan vaqtim edi. Keyin yozsam qanaqa kurslar borligini men unaqa qilib kompyuter uchun so'rash qilmaganman, aynan kurs uchun so'rash qilganman. Keyin prep chiqib qolgan. Keyin so'raganman boshqalardan, arziydimi deganman. Birinchi odamim o'z bitta tanishim bo'lgan. Keyin yozgan, u menga yo'q, arzimaydi. Yolg'onlar gapiradi prep. Keyin men o'ylaganman, "Va, qanaqa qilib?" deganman. Keyin chunki prepni o'zi kursni sotib olishimdan oldin hali SC Tashkentdan yordamdan olardim-da, alumni sifatida. Keyin o'sha vaqtlari ham sizdan kommentdan savol so'raganimda juda ham to'liq qilib, batafsil tushunadigan qilib javob bergansiz-da. Yana голосовой сообщениеda ham emas, boshqa narsada ham emas, qo'lda erinmasdan yozib qilgan ekansiz. Keyin qanaqa qilib yolg'on gapirish mumkin shunaqa odamlar deb o'ylab yurganman. Keyin to'xtadiganman, boshqa odamdan so'raganman. Keyin ular aytishgan, haters are always there, so don't trust. Keyin tushuntirishgan, men ham o'zing qilsang bo'ladi, to'g'ri, lekin ertaroq yetmoqchi bo'lsang o'sha joyga anaqa prep yordam beradi, juda ham yordam katta bo'lganligi. Keyin o'shandan keyin okey deganman, sizga yozganman. Keyin uydagilar ham tushuntirganman. Hali aytmagandim EUF haqida topshirayotganimni, planlarimni. Keyin kurs bahona aytdingiz. Kurs bahonasini aytdim, chunki ular ham o'zi Amerikaga ketmoqchi bo'lganimda ham, viza yiqilganimda ham juda ham katta rasxodlar qilishgan. Chunki kurs bo'ladiki, sizniki so'mlarda bo'lsa, ularniki dollarlarda, minglarda bo'ladi.
O'shandan keyin buni bahosini aytganimdan keyin o'sha vaqtda tashlab berishgandan keyin yaxshilab tayyorlangan deyishgan. O'shandan keyin qo'rqaman, bo'ldi yutmasam bo'lmaydi, chunki ota-onalar o'zlari ham juda ham harakat qilyapti, shuncha investitsiya kirityapti. Avgustda ham vizadan yiqilganimda ham mendan ko'proq ular tushkunlikka tushgan. Unaqa tushkunlik emas, xafa bo'lishganda men uchun. Shuning uchun endi qattiq tayyorlanmasam bo'lmas ekan deganman. Keyin juda ham foydali bo'lgan lekin. Bitta narsani tan olishim kerak. Mana ikkilovlardan ham o'q olganmiz. Abdurahmonda bir ikki to'g'rilaydigan joylari bo'lganmi? Tan olishim kerak buni. Bir ikki jihatlari bo'lgan, o'rgatib o'rganimiz, to'g'rilab o'rganimiz, lekin bitta narsa, men deb sizga qoyil qolgan narsamni aytaman. Men buni boshqa guruhlarimizga ham aytib o'tganman, boshqa o'quvchilarimizga ham, ya'ni o'sha Adiba degan o'quvchi bor ekan, bitta o'q olganman, shuni o'zi yetgan. Men shu tushunganman, o'zi bu qiz full. Bunga bir nima o'zgartirish yoki boshqa narsa kerak emas bo'ldi. Men bitta o'q oldim, bildim o'zi bo'ldi. Bu qiz bitta kvota minus dedim. Keyin o'zi men unaqa pul emas edi. Berishim kerak bo'lgan all kreditlarni hammasini Amirbek olish kerak. Podkastda bo'lgan. Chunki sizga qo'shilganimcha ular bilan juda ham ko'p sessionlar qilganmiz. Shu Esit Toshkentda ular o'qituvchi bo'lib ishlagan bo'lsa, men alumni sifatida ko'proq anaqalardan, sessionlardan book qilib, ulardan yordam so'rab, o'sha yergacha kelib olganimizcha har kuni bir 10 talar mesaj yozardimda, keyin o'ylab turardimda. Typing bo'lib turardi-yu. O'shanda keyin nima so'roqchi bo'lsangiz deb yozardida. Keyin nima bo'lsa ham savollarimga ham javob berib, boyaga signaturlarni ham qo'ydingizmi deb aynan so'rab, o'shalarni anaqa qilib, make sure qilib, keyin boyaga savollarga ham ko'p tayyorlanib qildik. Bo'lmasa, agar sizni oldingizgacha borib yeganimda, ularni mehnati hammasi. Malatsiz zo'r. Amirbek ham o'zimizda o'quvchi. Qiziq. Qiziq. Yo, aytmoqchimanki, mana bulardan o'q oldim. Omma bo'ldi-da, bular full-da. Bular o'rgatadigan narsa ham yo'q. Men o'qiyapman, aytaman. Bu to'lib qolgan bu qiz. O'zi pishgan. Biz tayyorda. Kim aytaman? Ay, mayli deymanki, ular bilan deyarli biz mehnat qilmadik-da. Men boshqa gruppada, boshqa o'quvchilarimiz gruppasida aytganmanki, IT dan bo'lsa bitta kvotani minus qilib qo'yinglar dedim-da. Nega? Shunaqa bitta Ajiba degan qiz bor ekan, o'zi pishirga bitta kvotani dedim. Lekin eng qizig'i bular suhbatdan chiqdi. Juda ham yomon ahvolda chiqdilar. Голосовойлari yomon. Bo'ldi, Sarvar aka, xayr, amin, tugadi, pishdi. Men aytaman, hali bor, to'xting, yaxshi bo'lib ketaramiz. Yo'q, bo'lmadi, u qildi, bu qildi. Necha ball oldi shunda? 63. 63. Yo'q, o'z ustozingiz bilan bir xilofsiz o'zi. 05 sizdan yuqori olibdi. O'shanga aytaman, yo'q, yaxshi bo'lib ketadi hammasi dedi. Yo'q, yomon bo'ldi, uxladi, u savol kitob so'rashdi mendan, bir nimalar dedilar. Men aytdim, "Ya, bo'lib ketadi, ish qilsa yo'q" dedim, lekin zo'r edi. Xizmat tan olishim kerak. Mehnat qilmadim ochig'i bu qiz uchun, to'g'risi. O'zi mehnat qilingan ekan. Narsani yana aytishim kerakki, xuddi menda ham shunga narsa bo'lgan. El-yurtda suhbat tugagan. Suhbat tugagandan keyin qanaqadir kayfiyat yomonroq chiqqan. O'sha boya aytgandek ikkita savol xuddi shunday bir taassurot uyg'ondiki miyamda. Butun boshli suhbat o'sha ikkita savoldan tashkil topgan. Qolgan shuncha zo'r javob berganlarim yo'q. Faqat shu ikkita savoldan tashkil topgan deb. Keyin chiqqanman, uydagilar telefon qilishgan, uydagilarga aytaman. Ona, ota, qarang. Juda ham katta maqsadlar kutib o'tirmayman aytganman. Ona, ota. Juda ham ko'p narsa kutmayman. So'rashgan nima bo'ldi? Bo'ladi, juda ham ko'p narsa kutmang. Keyinchalik oxirida mana shuncha umid qilib turib, yutqazganimdan keyin bundoq xafa bo'lib qolmang, ko'nglingiz xafa bo'lib qolmang. Tayyor bo'lib turing hozir. Tayyor bo'lib turing. Lekin juda ham xafa ham bo'lmay, hozir yutqazib bo'libdi deb ham o'ylamang. Hali balkim bu ham yaxshi javob bergandirman deb o'ylaganman. Va sizga tashlaganman. Sarvarga qarang, shu video o'zimmi o'sha YouTubedan topib, videolarimni qirqib Sarvarga qarang, iltimos tashlayversam, o'zi o'ylaganman, Sarvarga ko'rib bermasalar kerak yozishlari ko'p. Yo'q, o'sha vaqt o'zida Telegram kirib, qarab, video jo'natgan. 4 ta ovozli xabar jo'natgansiz. Ko'raman, xuddi el-yurtda natijasini ochganda ochyapman sizning ovozingizda. Chunki endi baribir 4 yillik adashmasam bir 5-6 yillik tajriba bor. U juda ham katta tajriba-da. Bu shuncha nechta 147 ta adashmasam oxirgi ma'lumotga 147 ta bola ketgan. O'sha ko'z ko'rgan o'zidan kim yutadi yutmaydigan o'sha hakamlar deb bo'lib qolgansiz. Shu tashlaganman, kutyapman, ochingmi. Bitta ochdim. Ochsam birinchi eshitgan so'zim. Abdurahmon yorvoribsiz degansizda. Yes. Birinchi eshitgan so'zim Abdurahmon yorvoribsiz. O'sha bo'ldi, men biznesdan bitta odam olib tashlayman, 100 so'z yutibsiz degansiz. Eng qizig'i boy ikkita savol, endi odam psixologiyasi ekan, shu ikkita savol yomon narsa esda qolarganda, shu ikkita savol sababli hatto shundan keyin men ozgina o'yladim, yutolmasam-chi, balki mendan ham zo'rlari bo'lgan bo'lsa-chi deb ko'p o'yladim. Lekin muhimi suhbatda o'sha siz o'zingizni ko'rsata olishingiz kerak ekan dunyo qarashingizda. Men hozir bu gaplarni eshitib o'zimni bir ulug'shaman deb tasavvur qilyapman. Chunki Adibaga ham aytganman, bo'ldi bitta kvota minus qilib qo'yinglar deganman. Abdurahmonni ham shunda speechdan chiqdi, bitta kvota minus bo'ldi o'sha. Bular oldi dedim-da. Ko'rasizlar, o'sha men juda o'zimni
O'zimni boshqacha his qilib ketyapman dedi-ku. Mayli, hech qisi yo'q. Xo'p, endi mayli, yaxshi. Hammasi nasib avvalambor. Men bitta narsa ko'p aytaman-da, mana o'quvchilar yozadi, mana 2024-yilda yutganlarimiz onalar yozishadi ko'pincha bolalar. Rahmat sizga, siz bo'lmaganda yuta olmasdi bolam, udi, budi deydi. Yo'q, to'xtang deyman. Sal noto'g'ri talqin qilmaylik bu narsani. Men bo'lmasam yuta olmasdi emas. Men siz ham yutardi. Просто tak mana bunaqa narsa. Boshqa undan avvalgi sonimizda gaplashib o'tdik-ku nasib masalasini. Mana o'zi Adibada ham, o'zi mana Abdurahmonda ham peshonasiga yozilib bo'lgan. O'zi sen el-yurt umidi g'olibi bo'lasan. Всё. Lekin quvus ichida prep sababchi bo'lib qoladi. Всё. Bo'ldi, shu narsa yozilgan. Agar u prep deb yutasan degan narsani yozmagan bo'lishi aniq u narsa. Shunchaki nasib avvalambor aytgandek, chunki sizlardan kuchlilari bor edi. Tan olaylik, sizlardan kuchlilari bor edi. Nimaga aynan siz deganiga avvalambor bu Xudo xohlabdi-da. Bo'ldi, shu boshqa javob bo'lishi mumkin emas bu narsaga. Men o'zim erishib tashladim, o'qiganim uchun bo'ldi emas, sabablari bo'ldi. Nasibaga bo'ldi shu. Men shu narsa har doim ota-onalarga aytaman. Yo'q, biz unaqa qilmadik. Biz shunchaki sababchi bo'lib qoldik. Shu prep hech nima misol sizga unaqa javob bermadi. Yo'l ko'rsatdi. O'tga, betga o'zingiz aytdingiz-ku, mana boshida aytganingizdek, etga yur, betga yur bo'ldi. Shu narsa bilan hal. Hammada shu narsa kerak-da, boshqa narsa kerak emas. Qarz ikki qo'ldan chiqadi. Yangi kursimizga yetgancha boshlaganmiz, kecha aytib beryotgandim. Toshni bir-biriga ikkita toshni bir-biriga ursangiz olov chiqadi. Bitta toshni ursangiz olov chiqmaydi. O'shaning uchun qarz ikki qo'ldan siz harakat qilasiz, biz harakat qilamiz. Shunda bir nima uchqun chiqishi mumkin deb ana kuni bolalarga gapirib beryotgandim. Yaxshi speech bo'ldi o'sha ham. Xo'p, endi qiziq partiyaga kelaylik. Ozgina intervyu haqida gaplashaylik. Abdurahmon, intervyuda sizda yana nima qiziq holatlar bo'ldi? Bir auditoriya bilan bo'lishish mumkin bo'lgan. Shular haqida ham biroz gapirib bering. Xo'p, juda ham to'g'risini aytaman. U darajada qiziq voqealarga boy bo'lmadi, lekin shunaqangi bunday bitta ikkita savollarga bo'ldi. Men o'ylaymanki, sal oshirgan joylarim bo'ldi, sal aktyorskiy bu mahorat sababli oshirgan joylarim bo'ldi. Bitta qismini aytib bermoqchiman, bir yaxshi voqea. So'rashdi mendan, avvalom kirdim. Birinchi o'zingni tanishtirib ber. Sekin boshladim. Ismim Abdurahmon. Shunaqa kirgan ishdim, bo'lmagan ishdi. Va meni soham biznes sohasi bo'ladi. Gapirdim. Ha, yaxshi. Undan keyin sekin o'zim yutuqlarim haqida aytdim. Misol uchun IELTS'im bor, SAT'im bor. Undan tashqari olimpiadalarda qatnashib, respublika boshqa iqtisodiyot olimpiadasida, respublika boshqa shaharlargacha borib kelganman deb boshladim va shundan keyin aytdimki, nafaqat men o'zimni aqlan kuchli inson deb hisoblayman, balki jismonan ham kuchli insonman, jismonan ham siniqqa insonman deb hisoblayman dedimda. Keyin shunaqa vaziyat bo'ldiki, endi milliy kurash bilan shug'ullanganman to'g'risi. Shunda o'tirdim, hamma hakam endi sekin ana doskaga qarab, men haqimda ma'lumot ko'rishga o'tirishdi. Sekin hammasini e'tiborini jamlashim kerak. Daxilimda men haqiqiy o'zbek o'g'lonlarini sport turi bo'lgan, milliy kurash bilan shug'ullanganman deb ovozimni ko'tardim. O'sha vaqtning o'zida o'sha hamma o'tirgan hakam, bilmadim 10 tami 14 tami orasida hakam o'tirgan edi. Hammasi menga qaradi. Juda ham bir qiziq holat bo'ldi. Juda ham bir o'zim bir keyinchalik ko'rdim. O'zim videomni ko'rgandan keyin sal oshirib o'rganib his qildim, lekin men o'ylaymanki, juda ham yaxshi qabul qilishdi. Ularga yoqdi, qaytanga yoqib, juda ham yoqdi degan fikr uyg'ondi. Menimcha shu bir qiziqarli holat bo'ldi. Suhbatda. Qanaqa bir radikal yana holatlar bo'ldi? Kimni savollari sizga yoqmadi o'zi? Qaysi savol yoqmadi? Bitta savol bo'ldi. Shunaqangi bo'ldi, personal deydi-ku ingliz tilida, personal qabul qildilar-da. Juda ham shaxsiy qabul qildilar. Shunaqa savol tushdiki, boshida aytdim, qanaqa kitob o'qigansiz deb savol berdilar. Kitob men aytdim, o'sha 48 Laws of Power degan kitob bor. O'sha hokimiyatning 48 qonuni o'zbek tilida shunaqa kitob bor dedim. Ha, o'zi qanaqa kitob ekan, nima haqida dedim. Men aytdim, xarizma haqida, insonni xarizmasini shakllantirish haqida dedim. Ha, yaxshi. Keyin bu yoqda bitta odam turdilar-da, aytdilar, bitta hakam ismini bilmayman, o'sha hakam aytdilarki, Abdurahmon dedilar. Hali yosh emasmisiz dedilar. Sal ana pastroq qaragan. O'sha savol sizga berilganmidi? Ha, hali yosh emasmisiz, xarizmasi bor bo'lishga hali siz yosh bola, yosh emasmisiz, yosh bola emasmisiz degan gap bo'ldi. Keyin endi personal qabul qildim buni. Neto. Aytdimki, men aytdim, bu hali har qanday narsaga, nima bo'lishidan qat'iy nazar, men aytdimki, nima bo'lishidan qat'iy nazar dedim. Psixologik jihat bo'ladimi, boshqa narsa bo'ladimi? Hali yoshsan degan dunyo qarash, hali sen bu narsaga yoshsan degan kimdir menga fikr beradigan bo'lsa, men unga har doim qarshi chiqaman. Aytdimki, bu narsa meni mindset deydi. Men dunyo qarashimda yo'q unaqa narsa deb javob bergan edim o'sha paytda. Aql yoshdan emas boshladi deysiz. Shunga yaqinroq gapirgan edim. Keyin aytdilarki, to'xta dedilar shu yerda. Shu yerda endi yana personal shaxsiy to'xtachi dedilar. O'z insonda bor bo'ladi xarizma yo'q bo'ladi dedilar. Yo bor, yo'q bo'ladi dedilar. Keyin aytdiki, nima deb o'ylaysan, senda bor yoki yo'q dedilar. Tekis javob beryaptilar. Tekis qanaqadir seryozni ohangda aytayaptilar. Bor, senda yo'q dedilar. Da o'tirdim-da, bilaman, hozir ha deydigan bo'lsam, o'zi o'ylashadiki, yo'q ko'rinmayapti degan bir qanaqadir kritika qilib qo'yishadi degan fikr bo'ldi. Haqiqatan hozir o'zi ular bilan qanaqadir personal ketyapti. Keyin
aytdimki, menimcha yo'q hozir, lekin boya aytganimdek dars o'tganman o'quvchilar orasida. Ularga ta'sir psixologiyasini sekin o'zlashtirganman. Shu sababli asta-sekin hozirdan rivojlantirib boryapman bu narsani deb javob bergan edim. Bundoq ensa xotirga yana qilib qo'ydilar. Shu ham bir nima desa ko'ngilda qolib ketgan narsalardan bittasi bo'lgan edi savolda. Xo'p, Adiba, mana sizga savol. Xarizma deganni o'zi nima tushunasiz? Xarizma. Menimcha Siz xarizmali odam deb hisoblaysizmi o'zingizni? o'zimni hisoblamayman. Hali bunga bor deb. Men hech narsani natural deb o'ylamayman. Nurture over nature. Hamma narsani o'rganish mumkin va xarizmani ham o'rganiladi va xarizma o'zi insonni xonaga kirganda o'sha odam kelganini his qildira olish deb o'ylayman. Misol uchun boshqalardan ajralib turish, bir xil gapirmaslik yoki boshqalarga ta'sir o'tkaza olish, yetkazib bera olish o'zini yo'lida. Boshqalarga o'xshamasdan, balki o'zini yo'lida. Va xarizmaga bularni aytganda yoshmisan, yosh emasmisan, hech narsaga menimcha Yoshni farqi yo'q. Zahiriddin Muhammad Bobur necha yoshda o'tirgan edi? 12 yoshda. 12 yoshda. To'g'ri, 12 yosh yomon emas. Siz 18 mi, 20? 19 yoshdan. 19 yosh. Kechikibsiz-ku o'zi. Shuni misol keltirsam bo'lardi. Mayli. Qo'yadi deysizmi? Ha, o'tgan yana personallashib ketadi degan fikr bo'ldi. Lekin shu joyda to'xtagan, xursand bo'lganman. Adiba, sizdan kitoblar ham so'rashdi, adashmasam. Aytgancha yana bitta narsa, sohillar bo'yicha kitob o'qib qo'yinglar, iltimos. U keyin kelajakda topshiradiganlar bo'lsa yomon qiynalib qolasizlar. Bitta kitob so'rashadi, tamom bo'lasan. Bulardan ham kitob so'ragan. Bulardan ham kitob so'ragan. Ozgina shu bu o'tgan holatlardan gapirib bering, Adiba, suhbatda. Mendan o'zi specifically kitob haqida so'rashmagan. Men o'zim anaqa savolimni ichida aytganman. Oldin biznesga qiziqardim. O'sha haqida biznes haqida kitoblar o'qirdim deb. Endi javobimni qanaqa sohaga kirib kelganim haqida gapirayotgandim. O'sha joyda ushlab olgandagi okey, qanaqa kitoblar o'qigansan degan. Keyin biznes haqida kitoblar o'qiganimga juda ham ancha ko'p vaqt bo'lgan. Shu vaqt faqat coding languagelarni o'rganayotgandim, ko'proq practical information acquire qilishga harakat qilayotgandim. O'sha vaqtda kitoblar umuman esimdan chiqib ketgandi nomi. Keyin miyamga birinchi kelgani Think and Grow Rich, undan keyin Yo'q, biznes-ku. Ha, biznes kitoblar oldin o'qiganman degan. Qanaqa biznes kitoblar o'qigansan? Menga specifically qanaqa biznes kitoblar degan. Keyin miyamga AI bo'yicha kelyapti, sun'iy intellekt bo'yicha boshqalar kelyapti. Lekin aynan biznes bo'yicha oldin o'qiganman, lekin menga kelmayapti-da. Keyin siz aytgandingiz-ku, taqiqlangan kitob bu Rich Dad and Poor Dad. Undan keyin men o'shani birdaniga aytib bordim-da, bilmayman miyamga kelgani. O'zi hayajonlanib turibman, keyin mana shu miyamga birinchi kelgani bo'lgan nima haqida edi. Keyin o'ylaganman, mana shu ota-onalar borda, xo'p, nima qilgan bular? Miyamga birinchi tez kelganini juda ham gapirishga harakat qilganman, chunki o'ylab anaqa rasvosini ham chiqarib yuborgim kelmaganda. Keyin o'shandan tezroq javob berishga harakat qilganman-dagi miyamga kelgan o'sha independence haqida edi, finance haqida edi deb aytganman. Keyin ikkinchi kitob nima edi dedim, Think and Grow Rich, Think and Grow deb ikkinchisi anaqa so'z kelmayapti. So'z kelmayapti. Keyin Aliyor aka shunday qaraganda Think and Grow deganda, keyin o'qiganimga ancha bo'lib ketgan. Hozir shu ko'proq kompyuter fanlari haqida o'rganyapman, boshqa qilyapman, ancha bo'lib ketgan, esimdan chiqqandagi. Keyin boshqanaqaga savollarga o'tib ketgan, lekin mana shu joydan boshlanishdan birinchi first bad horrible impression bo'lgan. Keyin o'zimni ham o'zi xonaga kirganimda menga birinchi o'rinda straight out rejection bo'lgan. Chunki kirganimda chiqib turing, hali biz boshlayapmiz deyishgan. O'zi salom berganman, ular ham alik olishgan. Keyin turmanlarga keyin biz hali boshlamadik, chiqib turing deyishgan. Keyin xonadan chiqqanman 5 minut kutib, kirganimda birinchi bergan savollari shu bo'lishgan. Juda ham nervous bo'lib darrov bo'lgan ekan. Kirmasdan. Okay, tug'ildi o'ldi deydi-ku. Okay, emotional damage bo'lgan ekan. Dedi, qaytib ketib. Yaxshi. Yana nima savollar bo'ldi? Tarix adabiyotdan savollar bo'ldimi? Aynan tarix adabiyotdan bo'lmagan. Sohaga doir qanaqa savollar bo'ldi? Tarix adabiyotdan bo'lmadi deya olmayman, chunki sarkardalardan so'rashgan. Bu unaqa qiyin emas. O'sha vaqtda serial qizlar orasida serial ko'rish oson. Jaloliddin Manguberdi, Najmiddin ko'proq, keyin Amir Temur o'shalar esimga kelgan. Bular unaqa qiyin ham bo'lmagan, chunki ular haqida gapirmoqchi edim. Ma'lumotlarim bor, chunki tarixni o'qib kelgandim. Keyin yo'q, bizga aytishingiz kerak emas ma'lumot, faqat sanab keting degan. Keyin sanab tashlaganman. Keyin yana boshqa savollar bo'lgan. Sohada doim boyagi qanaqa hamma proyekt bilan keladi, sen nima qilgansan degan.
o'sha aytganman lov bilan klubga kiritganman, kredit qilganman deganman. Keyin universitetdan qachon qilganman, o'sha vaqtda qachon maktab bitirgansan degan 25-yil deganman. Nima qilding o'sha vaqtgacha yarim yil bo'lib qolibdi o'sha degan. Keyin aytganman, men shu Westminster International University'da o'sha o'qiyapman deganman. Lekin menga so'rashmagan, yaxshi tomoni shu bo'lgan, nimaga tashlab ketyapsan O'zbekistondagi universitet degan. Chunki menimcha o'zimda qanaqadir juda ham pul qilib ko'rsatib qo'yganman. Mana boshida mendan so'rashgan, Bristol universiteti sendan anaqa ekan, nima deydi, over the limit ekan. Limitdan ko'proq ekan. Qimmat ekan. Keyin aytgan, seni boshqa universitetga jo'nasak borarmiding deganda men aytganman, men ko'rganimda ularning shartnomasi bor edi, 20% diskountda. O'sha bilan menimcha bo'lib qoladi. Unaqa oshib ketmasligi kerak deb o'ylaganman. Lekin agar shunaqa bo'lsa, men ota-onam to'lab bera olmaydi deb aytganman. O'sha vaqtim balki meni juda ham pur deb hisoblashganmi, balki anaqa nimada o'zimni plyus tomoniga ishlaganman. Mendan so'rab o'tirishmagan. Nimaga Westminsterdan tashlab ketyapsan degan. Chunki kontraktligini bilishgan. Keyin aytgan, Westminsterdan hop tashlab ketayotgan ekansan, unga ham hozir qancha to'laysan deganda, keyin $5000 degan. Yo'q, unaqa 5000 emas, kamroq deganman. Keyin Bristol haqida gaplashganmiz. Bristolni yomon tomonlari, yaxshi tomonlari degan, lekin o'sha vaqt ushlab olishgan. Xo'p, Westminster bo'lmasa ham nimaga Inha emas yoki boshqa o'sha O'zbekiston o'zidagi universitetlar emas degan. Keyin aytganman, bu yerdagi Bristoldagi laboratoriyalar yaxshiroq deb yaxshi tomonlarini ko'rsatmoqchi bo'lib boshlaganimda Alarga shuni to'xtatgandan keyin Bristol universitetining laboratoriyalari dedi, Inhaga borib laboratoriyalarni ko'rib chiqqanmisan degan. Keyin yo'q deganman, biz Yandex Campda ham boshqa zdaniya berishgan, bizda aynan mana shu laboratoriyasini ko'rmaganman degan. Keyin meni savolimga ular javob berishdi. Qattiq gapirib, siz u yoqda Bristolda ertaklarni taklif qilishmaydi. Inhada ham o'zi rektorlari ham zo'r, anaqa laboratoriyalar ham zo'r, siz borib ko'rmagansiz deb shunaqa qilib aytgan. Undan keyin yana nervus bo'lib ketganman. Undan keyin yana so'rashgan, Bristol shahri haqida gapirib bering degan. Keyin aytganman, u yoq bizdan ozgina farqliroq deb endi boshladim. Bu savolni ham hali o'zim javob bermadim, ular javob berishdi. U yoqda ozgina qiyinroq bo'ladi, havosi boshqa, ozgina boshqacharoq desa, ozgina emas, ana butunlay boshqacha, ancha bo'ladi. U yoqda to'g'ri yomg'ir ko'p yog'adi, bunaqa deb aytdim, lekin o'zlari ko'proq javob berishdi. Mana shunaqa meni noto'g'ri o'ylayapti deb. Balki meni o'ylab shunaqa qilib aytishgandir. Boshqa yana savollar ham bo'ldi, qiynab qo'yadigan. Misol uchun tutorlar haqida gaplashib qoldik akademik jihatdan, rigor dedi. Men u yoqda shu Bristolda yomon jihatlarimi, nimadir haqida gaplashayotgandik, shu extracurricularga ham vaqt topish, keyin ham curriculum o'zi ham bizga qaraganda O'zbekistonniki juda ham qiyin, to'g'ri Bristolda deb aytganman. Keyin lekin u yoqda tutorlar bo'ladi deb yaxshi tomonlarini ham aytib ketdim. Keyin shu joyda ham shunday to'xtatishgandagi tutorlar bo'lgani bilan siz haqingizda qiziqishmaydi ular. Siz qiynalasiz, anaqa bo'lmaydi, homesick bo'lasiz, boshqa bo'lasiz deb shunaqa qilib bu yerda ham esimda shular голосовой tashlaganlar. Juda ham ana siz ikkita savolni mezda aylangan bo'lsa, men mana shu qattiq gapirganlar, balki mendan anaqa javobim qo'rqmagan bo'lib, mana shularga hammasiga minus oladi deb faqat miyamda mana shular aylanganda, keyin anaqa 10 times more horrible bo'lib miyamda aylanavergan. Okay, mayli. Zato natija yaxshi oxirgisi deydi-ku. Shunaqa, mayli. Unda vaqtimiz chegaralangan. Oxirgi gaplarimizdan boshlaydigan bo'lsak, Abdurahmon, o'ziga qarab turgan kameraga qarab turib, zo'r bitta tomosha qilib turganlarga ichingizdagi gaplarni bitta gapirib o'tsangiz. Xo'p, to'g'risi boya aytdim, GPR olganman. Albatta, GPR bo'yicha shunaqangi siqilish bo'ladi-ki, mana vaqt o'tgani sari shunaqa siqilish bo'ladi insondaki, siz yagonaman, mendan boshqa hech kim yo'q degan fikr xayolingizga keladi. Men yagonaman, umuman failureman, ya'ni loser deydi. Ingliz tilida juda ham yomon bir so'z. Loser, hech qanaqa muvaffaqiyatga erishmagan insonman degan fikr sekin xayolingizga aylanadi. Yo'q, bu narsa, bunday fikrlar sizni o'zingiz maqsadingiz tomon intilishingizdan to'xtatib qolish kerak emas. Shu sababli doimiy ravishda nima bo'lgan taqdirda ham o'zini ustida ishlab harakat qilish kerak deb o'ylayman. Va undan tashqari yana bitta narsa aytmoqchiman. O'zimni bitta minus tomonlarimdan biri bo'lgan, o'zim tan olaman, har doim realistik qarayman. Perfeksionizm degan narsa bor. Ya'ni hamma narsa mukammal bo'lish kerak deb o'ylaydi inson.
Menda ham shunaqa bo'lgan. Hamma narsa mukammal bo'lishi kerak. Mukammal bo'lmadimi? Yo'q. Yo'q. Boya aytganimizdek, suhbat jarayonimizda ham ma'lumot ko'rdingiz. 2 ta xato qilingan, 3 ta xato qilingan, juda ham insonlarga yoqmaydigan joylari bo'lgan. Shunaqa bo'lsa ham demak, mukammal bo'lishi shart emas ekan. Muhimi o'sha o'zingizni boshqalardan unikligingizni isbotlab berishingiz kerak suhbatda. Shu sababli e'tibor etgan bo'lardimki, o'zingiz unikligingizga ko'proq e'tibor qarating, mukammal bo'lishi, har bitta savolga to'g'ri javob berishga qaraganda. Menimcha shuni o'zi aytadi. Zo'r, молодцы. Adiba siz nima deysiz? Yo, kamera sizniki. Men ham qisman gap yerda bo'lganman, lekin hech qachon taslim bo'lib qoldim deb o'ylamayman, chunki gap yerda bo'lsam ham o'zim bilganman, baribir bu yerda qolmayman, baribir o'zimning ustimda ishlayman, nima bo'lsa ham o'sha chet elni borib yaxshi bilimlarni olaman deb o'ylaganman va admission kurslarini olib yurardim. Lekin eng muhim narsa deb o'ylayman shu EF menga o'rgatgani, hamma kichik bo'lsa ham, nima opportunity bo'lsa ham siqib boricha olish kerak deb o'ylayman. Chunki kimdirlar juda ham katta orzulari bor, ko'raman va balki yasharman ham. Ko'p orzulari bor, qiladi, maqsad qiladi va ularga to'g'ri action ham oladi, lekin yetarlicha olmaydi. Hamma opportunitylardan ham boricha foydalana olmaydi yoki bo'lmasa yetarli, keraksiz deb o'ylaydi, lekin hech narsa keraksiz emas agar opportunity bo'lsa. Va bunda o'zingizdan qoniqib qolish ham kerak emas, chunki opportunity bor joyda preparation bo'lish kerak va maslahatim shu bo'lardi. Xo'p, ikkilarni ham qo'shilaman gapinglarga. Endi yakunda aytmoqchimanki, bir zo'r eskidan maslahatlarim bo'lardi. Ya'ni ko'p ustozlardan eshitdik. Life rewards actions but not intelligence. Ya'ni siz aqlli bo'lishingiz mumkin. Dunyoda aqlli insonlar juda ko'p, ammo harakat qiladigan, taslim bo'lmaydigan insonlar ular sanoqli. Shulardan orasidan men bemalol aytishim mumkin, bularni ham mana aytyaptilar, gap yerdaman deb o'zimni minuslarimdan olgan edim. Sizda ham xuddi shunaqa, ya'ni o'xshamayotgan imkoniyatlar orqasidan taslim bo'lmadik. Butun suhbat davomida bildimmi, viza daromad-markazlaringiz bor, boshqalaringiz bor, juda ko'p failurlar. Aytadi-ku, g'olib kim desa, ko'plab marotaba muvaffaqiyatsiz yurishlar qilgan inson bu g'olib deydi-ku. Xuddi o'shanga o'xshagan ko'plab mana qilingan qayta urinishlar, muvaffaqiyatsiz urinishlarni yig'imi, ya'ni accumulate qilganimizda ular bitta muvaffaqiyatga yetakladi. Bugungi sonimizga ham yakun yasaymiz unda. Hammaga rahmat. Juda ham manfaatli bo'ldi deb o'ylayman. YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Rahmat. Charchamanglar.